Qizlar, kosmetologlarni ertalabki uxodini ko'rsataman. Ecladuten brendidan Milk, bu penka, mana shunaqa yog'li bo'ladi. Bu ko'pirmaydi, yog'li qilib, terini namlantirib, tozalab oladi. Ecladuten brendidan endi toner. Toner pH balansini normallashtirib, bundan keyin keladigan kremlarni ichkariga tiqib beruvchi hisoblanadi. Juda foydasi katta qizlar. Keyingisi qizlar mana Ecladutendan serum, elastin kollagenli serum, derma qatlamagacha kirib boradi. Tonerdan keyin albatta men buni sirg'a olaman. Juda ham yaxshi ko'raman qizlar buni. Tak keyingisi qizlar Ecladuten brendidan Hydro krem. Juda ham yaxshi ko'raman bu kremni, chunki bu judayam mani yuzim suxoy ko'rish, suxoylar uchun juda zo'r. Вообще sevaman bu kremni qizlar. И обязательно SPF qizlar, SPF. Bu ham Ecladuten brendidan. Men shunaqa tez qilib tashlayman, chunki menga vechna vaqt yo'q qizlar. Joy kelsa shundoq o'zim bilib olaman, zonalarni shunaqa surtib ketaveraman. Menga asosiy makiyaj bo'lmaydi, faqat uhod bo'ladi. Doim ko'rgansizlar, bilasizlar, makiyaj qilishni yoqtirmayman, unga vaqtim yo'q. No, lekin uhod обязательно. Mana qizlar, ertalabki uhodim tayyor. Deyarli makiyaj yo'q yuzimda, lekin uhod.